Hayot mobaynida kimnidir xolasi, kimnidir ammasi, kimnidir tog'asi, kimnidir amakisi bor. Hozir juda ham ko'pchilik aytishi mumkin, "A bu narsa hammada bor-ku" deb. Yo'q, hammada ham emas. Masalan, kimdir oilada bitta farzand, uni hech kimi yo'q. Kimdir oilada ikkita farzand, unda ham yana kimdir yo'q. Shunday qilib, kimgadir nimadir yetishmayapti yoki bo'lmasam hammada amaki, amma, tog'o, amma bor. Xudoga shukr. Boriga shukr. Lekin bilasizlarmi, joyi kelsa o'rtamizda shunday insonlar borki, meni jiyanlarim xabar olmayapti. Men ularga kerak emasdi. Ular meni yoqtirmayapti degan gaplarni gapirishadi. Lekin orqasini bir surishtirsak, bilasizlarmi u yerda nima bor? Bu yosh bolalar bir vaqtlar kelib shu amaki, amma, tog'o, ammaki shularni xabar olishganida bular nima qilishgan? Qarama-qarshi tarafdi. Masalan, amma uni onasini, amaki uni onasini, tog'o uni dadasini, xola uni dadasini shunday yomonlagan bo'lib chiqadi. Siz hozir bular yosh, hech nimani tushunmaydi deb, bilasanmi, seni onang mana bunaqa ishlar qilgan, seni otang mana bunaqa ishlar qilgan degan gaplarni gapirganingiz bilan nima foyda topasiz? Ertaga o'zingizga dushman, kichkinagina dushmanchani paydo qilyapsiz. U bora-bora katta dushmanga aylanadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar u ota-onasi. Mayli, bugun yoshki ota-onasiga mayli nafrat ko'z bilan qarar, yomon ko'rar, lekin bir kunmas bir kun mana bu aqlini yig'ishtirib olgandan keyin nima qiladi? U sizni yomon ko'rib qoladi. Chunki degan siz uni ota-onasini yomonlayapsiz. U kim bo'lishidan qat'iy nazar ota-ona uni dunyoga keltirdi. Voyaga yetkazdi, kiydirdi, yedirdi, ichirdi, hamma narsani o'sha ota-ona qildi, siz qilmadingiz-ku. U bu narsalarni tushunib yetgandan keyin u sizni yomon ko'rib qoladi. Keyin nolib o'tirasiz, meni jiyanlarim meni xabar olmayapti deb. Lekin o'tmishga bir marta nazar solmaysizki, ha, bir vaqtlari men buni ota-onasini yomonlagandi degan gaplarni xayolingizdan chiqarasiz. Hech kim o'zini aybdor his qilmaydi-da. Hamma begunoh. Shuning uchun hurmatli shunday insonlar, bas qiling, to'xtating, kimnidir ota-onasini yomonlashdi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar u ota-ona. Ota-ona topilmas. Hamma narsani topa olasiz, lekin ota-onani topa olmaysiz. O'zingizni biling, farzandingizni biling, olg'a yuring.